2. Mana tomda drenaj vazifasi bo'lmaydi, suv emmaydi deganlarga qaranglar. Suvni quyamiz. Ko'rib turganlaringda bu pena bo'lsa ham suv emayapti. Nimaga? Ichkarida chirimaydi deganlarga mana xodalarga maxsus lentalar o'rab ketishga, ya'ni umuman xudo xolasa chirimaydi. Gapga katta ketish bas, biz akalar og'zimiz bilan pul topamiz. Tilimizdan kelgancha harakat qilamiz, tilimizga javob beramiz. 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha O'zbekistonning 12 ta viloyatiga borib pena lombos quyib berishadi. Xolasangiz 5 sm dan 10 sm treshina tushadi deganlar. Mana bitta sakrab ko'rsatay. Mana yaqinroq olib bering. Ko'rib turganlaringda bet hali to'liq qurigani yo'q. O'zi 3 kun bo'lgan xolos sizlarga maksimal harakat qilyapmiz aka. Ko'rib turganlaringda hamma yo'qlar ko'ylab yordik. Nima getsalaring, sizlar uchun mana razmerni ko'rsatish uchun mana 10 sm mana akalar 10 sm-dan oshiq bo'lgan. Kimga shunaqa tomiga pena lombos xizmati kerak bo'lsa, kommentariyada o'zimizni eski loy yaxshi deb yozadigan akalarga 30 ming so'mdan qilib berishyapti. Bitta odam 200 ming so'mdan ishlayapti. O'zidan kollaboratsiya qilib ish bo'ladi. 40 ming so'mdan bersalar 5 sm-dan qilib chiroyli qilib quyib berishadi. Bu uyimiz ham 450 kvadratga uyda egasi qiladigan ekan, ya'ni ustalar xizmatidan foydalangan ekan, $1600 bo'lgan ekan, 2 kunda shunday bitkazib chiqarib berishdi. Pastda nomer bilan aloqaga chiqib olasizlar, sog' bo'linglar.